Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xayrli kech hammaga. Bugun bir do'stim menga video yubordi. Uni ko'rib biroz o'ylanib qoldim. Chuqur mushohadaga qoldim. Avval siz ham bir ko'ring. Dünya bu sevdası şunday, bunday, bunday, bu hayat uçkunday, kız yanıp başım, sıkır yaptınız, hayvuga verilme, kuyunla cüre, oynanıp oturma, durumdan göre, sınavını pencerden çaresini sonra, to'xtama toki yurak uryaptimi. Videodagi yigit haqida biladigan, taniydigan, u haqda ma'lumotlar, telefon raqami yoki uyini, manzilini bizga yetkiza oladigan insonlar bo'lsa, iltimos qilaman, xabar qoldiring. Bu yigit bilan shaxsan ko'rishib, suhbatlashib, iloji bo'lsa birga kontent olib, undan tashqari ma'lum o'zim ko'nglimdan chiqargan bir esdalik sovg'asi ham bermoqchiman. Oldindan rahmat. Sizga ziyorat bor. Hiç sıkılgan odamga o'xshamaysan. Siqilmay qo'ydimi o'zi? Siqilmay qo'ydi. Bu sıkılgan odamlar bo'lmaydi. Mana hozir Ulug'bekni ham siqiltirmadi hozir. Sıkılgan odam nima bo'ladi? Rosa siqilmoqchi bo'ldi, Ulug'bekni ham tinch qo'ymadi, siqiltirmadi. Joni sog' bo'lsin. Boshi yomon bo'lsa, Joni sog' bo'lsin. Xudo fayzingni bersin. Sizlarga chiroyli ijodiy ishlaring bardavom bo'lsin. Onang xursand bo'lsin. Jigarlaring salomat bo'lsin. Oilang tinch bo'lsin. Farzandlaring kamolga yetsin. Baxtingizga sog' bo'ling. Otaning ish qilgansiz, san'atkor bo'lganman desa. Qanaqa san'atkor bo'lgansiz? Mana desa. Bolalaring havas qilmasa, qandoq? Ular kim ko'rsa havas qilsin, kim ko'rsa mashhurroq kelsin. Qaysi barakayni bersin, ulug' bo'lsin fayzlaring. Qadamlaring qutlug' bo'lsin, yuzlaring yorug' bo'lsin. Ijodlaring bardavom bo'lsin. Alloh akbar. Baraka toping. Boshqadan kelib qoldik. Sani chiqarib turmoqchi festivalga. Sizdan Jizzaxda bo'ladi.